Kunlardan bir kuni bir kishi Imom Shabiyni yo'lda ko'rib qoldi, ketayotganda uni turli so'zlar bilan haqorat qildi. Ya'ni sha'niga, g'ururiga tegadigan har xil so'zlar bilan haqorat qildi. Shunda Imom Shafiy aytdiki, agar aytayotgan mana shu so'zlaring haqiqatan rost bo'lsa, ya'ni so'zlaringdagi holatlar menda bo'lsa, meni Alloh kechirsin. Agar bu gaplaring yolg'on bo'lsa, sen tuhmat qilayotgan bo'lsang, seni Alloh kechirsin deb duo qildi va yo'lida davom etib ketdi. Xuddi shunda yana bir voqea. Abdulloh ibn Mas'udni poyabzalini bir o'g'ri o'g'irlab ketdi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud o'sha o'g'ri haqida shunday duo qildi: "Ey Robbim, agar u haqiqatan ham mening poyabzalimga muhtoj bo'lsa, buni uning uchun xayrli qilgin. Agar u muhtoj bo'lmasa, qilgan mana shu o'g'irlik uning uchun oxirgisi bo'lsin. Ya'ni bundan keyin o'g'irlikni tashlasin, iymonga kelsin" deb haqqiga duo qildi. Mana sizga buyuklikning eng go'zal ko'rinishlaridan biri. Imom Shafiy ham, Abdulloh ibn Mas'ud ham o'zlariga nisbatan mana shunday muomalada bo'lgan, hurmatsizlik qilgan insonlarni jazolamadi. Hatto jazolashni xayoliga ham keltirmadilar. Aksincha ularning haqqiga go'zal duo qilib, yashashda, hayotida davom etib ketaverdi. Bu insonlarning ko'ngli shu qadar kengki, hurmatsizlik qilgan insonlarni kechirib, ular haqqiga duo qilib yuborganligi uchun ham ular mana shu darajada buyuklik darajasiga yetishgan va siz va biz bugun ularni nomlarini bilib turibmiz. Bu ulug' insonlar hayotida yashar ekan, mana shunaqa ishlarni bir arzimas ishdek deb biladi. Siqilish uchun, o'ylanib o'tirish uchun, kimnidir jazolash uchun vaqtini sarflashni o'zlariga ep ko'rmaydilar. Ularning eng katta hayotidagi maqsadlari ehtimol oxirati uchun, ya'ni bu dunyoga oxiratiga xayri tegadigan ishlarni bajarish bosh maqsadidir. Ular shuning uchun ham buyuklik darajasiga erishdi. Ularning nomi shuning uchun ham asrlar osha yashab kelmoqda va bundan keyin ham yashaydi. Xulosani esa har kimning o'ziga qoldiramiz. Salomat bo'ling.